Londonda avtomobillar bir necha kishini urib ketdi. Yo'l transport hodisasi oqibatida 5 kishi jarohatlandi. 34 yoshli erkak xavfli haydash va qotillikda urinishda gumonlanib qo'lga olindi. Iroq xavfsizlik kuchlari Bag'dodning yashil zonasida bir qancha siyosatchilarni nishonga olgan holda reydlar boshladi. Hozircha hech qanday ism-shariflar yoki hibsga olinganlar rasman tasdiqlanmagan. Yashil zonada hukumat idoralari, xorijiy elchixonalar va yuqori martabali mulozimlarning qarorgohlari joylashgan. Sergelidagi domlardan birida yong'in 5 ta Toshkent shahar, Sergeli tumani Yangi Sergeli mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan ko'p qavatli uy xonadonlarining birida yong'in sodir bo'ldi. Yong'in soat 16:08 da o'chirilgan. Hodisa oqibatida xonadonning taxminan 30 kvadrat metr maydonida uy jihozlari yonib ketdi. Tan jarohati olganlar yo'q. Fabio Cannavaro O'zbekistonning mag'lubiyatiga izoh berdi. Shu kungacha jismoniy tayyorgarligimiz yaxshi darajada edi va bugun ham shu tomonlama yaxshi harakat qildik. Raqibimiz ham jismonan yaxshi tayyorlangan jamoa ekanligini bilardik. Ha, biz xatolar qildik, biroq men futbolchilardan umuman shikoyat qilmoqchi emasman. Ular qo'lidan kelgan barcha ishni qildi va men ulardan faxrlanaman, deydi bosh murabbiy Cannavaro. Shahnoza Mirziyoyevaning farzandi O'zbekistonning Kongo Demokratik Respublikaga qarshi o'yindagi 3-1 hisobidagi mag'lubiyatdan keyin yig'ladi. Ushbu bahs O'zbekiston uchun 2026-yilgi jahon chempionatidagi so'nggisi bo'ldi va jamoa guruh bosqichida 1 ochko ham qo'lga kirita olmadi. Kunning qiziqarli va dolzarb mavzulari